Ko'plar meni yaxshi taniydi. Men siz bilgan o'sha tishaman. Ikki gapning biriga oshna. Tuxumdayin kulgu qo'shaman. Ergashib men dadamga doim kuldirishga beraman ko'mak. Hech ajratib bo'lmas bizlarni. Dadam tuvak, men esa sumak. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlarni yurtimizda kuzatilayotgan ob-havo ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Respublikamizning janubiy qismlarida Dada, choy damlaymi, choy ijazmi? Jim. Dada, ob-havo ma'lumotlarini yomon berilib, tikilib tomosha qilasiz-a? Bo'lsa kino, konsert-konsertlarni bunchalik berilib tomosha qilmaysiz-a, dada? Nega? Endi o'g'lim ob-havoni bilib qo'ysa yaxshi-da. Shunga qarab ish tutamiz keyin. Dada, siz ob-havo uchun emas, siz mana shu ob-havo ma'lumotlari e'lon qiladigan Murtoz domlaning qizi shu ob-havo ma'lumotlarini e'lon qilgani uchun ko'rasiz-a? Albatta o'g'lim. Ya qo'shnimiz bo'lsa, domlaning qizi bo'lsa, har ko'rganda assalomu alaykum Tesham aka deb salomi doim joyida bo'lsa, ha o'g'lim, keyin bu qiz enangni yoshligiga eslatadi menga. Enangga o'xshaydi bu. Endi bildim. Shu yoshligini eslab, yaxshi ko'rib tomosha qilaman-da. Enang yoshligida boshqacha edi. Mana shu qizni o'zginasi edi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida kunduzi havo harorati 10-15 daraja iliq bo'ladi. Kechqurun -3 darajaga pasayib ketishi mumkin. Aka, nahotki shu mashinani ovozini o'chirishda iloji yo'q? Ha? Kimni bolasi shu, ha? Shuni dastidan men ham yaxshi gapira olmayapman. Ya, vaqtim ham bo'lib qopti. Mayli, sog' bo'linglar. O'zimizning qishloqda bunaqa bola yo'q edi-ku. Bu tarlatar mashina qaydan paydo bo'lib qoldi? Nima bilan yuribdi? Traktormi yo bir mashinami? Nima tarlaydi bu bunchalik? Traktor emas, mashin. Hozir mana gulishitiliga mana shuni ovozni karillatib chiqaradigan moslama o'rnatib olgan. Hamma boyni bolalari o'zi shunaqa qilib yuribdi, dada. Bu bola bizning qishloqdan emas. O pastki qishloqdagi maligi olim shef deysizmi? Ha, O'shani o'g'li bu. Nima qilib yuribdi bizning qishlog'imizda bu? Bu bolami? Mana shu ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladigan Murtoz domlaning qizi bor-ku. Shuni yoqtirib qo'ygan bu bola. Kuniga 5-6 marta qatnaydi. Ba'zida kechalari ham kelyapti, tarillatib mashinasini. Endi bu Murtoz ma'lumni qiz yerga tegmaguncha bizga tishi yo'q ekanda bo'lmasa, ha? O aka. Siz nima bu yerga yotib oldingiz? Siz nima bu yerga yotib oldingiz deyapman. Aka, xotinim uyga qo'ymadi. Qayerda ichgan bo'lsang, o'sha yerga borib yot dedi. Keldim mana ichgan joyimga. Tinchlik yo'q. Senga nima bo'ldi? Meni xotinim ham uyga qo'ymadi. Borib kim bilan ichgan bo'lsang, o'sha bilan yot dedi. Men mana bu bilan ichdim. Shu bilan yotaman. Tinchlik bormi o'zi? Uyda xotinim, bu yerda siz ko'p qibillamay, tinchlik berasan yo'qmi?
bor ekan-ku o'zingizda. Voy. Kuni kecha nevaram sovg'a qiluvdi. Voy, qulog'imda qolib ketibdi bolam. Chiqishi yo'q. Uzr. Mayli, xola, xo'p. Yaxshi boring. Xo'p, mayli, xo'p. Qayerga boraman men? O'zim uyim-ku. Voy, uzr. Bittagina quloq. Mayli, xola. Shuncha ovoz chiqsa, voy, boshim aynab qoldi. Mayli. Voy. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Peshovoy yaxshimisiz? Salomat Yaxshimisiz? Peshovoy sog'lig'ing yaxshimi? Rahmat. Qoyili. Shu seni ko'rsam shu otangni ko'rgandek bo'laman-da. Otang juda ajoyib inson edi-da. Baraka top. Baraka topsin. Ha, rahmat. Shu o'tganda o'rog'ini, ketganda ketmonini olib, shu mahallaga begona odamni yaqinlashtirmasdi. Ha, meni otang endi qishloqda ko'ziraydi-da. Shepa demoqchilar. Otang juda baquvvat odam edi-da. Agar bir aksi o'tsa bormi? Shu daraxtda turgan qushlar bu daraxtdan u daraxtga uchib ketardi. Hech esdan chiqmaydi. Yigitlik paytimda qish chog'ida osmonga qarab laylay qor tutib yotuvdim. Og'zimni ochib olib. Otang bir aksi urdi. Daraxtda o'tirgan qarg'alar ham cho'shib, par etib osmonga ko'tarildi. Shu laylak qorga qo'shilib, bir ikkita qarg'alarning qori ham og'zimga tushdi. Otamda allergiyasi bor edi. Kimning bolasi bu ha? Yurakka to'kildi-ku ha? Shu mashina ko'chamdan o'tdi deguncha beshik yotgan nevaram ham uxlolmayapti ya. Ha, bumi? Bu bola bizning mahalladan emas, Ixtiyoram aka. Pastki qishloqdagi olim shep bor-ku, olim shep. O'shani o'g'li bu. Ha, u bu yoqda nima qilib yuribdi bu? Mana bu Murtoz domla bor-ku, Murtoz domla. Shuni qizini yoqtirib qolgan. Shunga har kun 5-6 marta mashinamizni tarlatib o'tib qaytib yuribdi-da. Shu bola ko'chadan o'tdi deganda televizor ham ko'rolmay qolyapmiz-da. Va televizor bijirlab ko'rsatmay ham qolyapti-da. Shuni tinchib qo'ygan bir mard yo'qmi? Shunaqa otasining soyasida yuradigan qarnikoy bolalar ko'payib ketib qoldi. Mana shuni tinchitadigan odam bormi yo'qmi o'zi? Shu bolani tinchitish kerakmi? Ha? Mana o'sha mard mendami? Ehtiyot bo'lgin o'g'lim. Tinchitaman deganda bir bolani boshlab o'tirmagin. Siz uyga boravering, men keyinroq o'taman, xo'pmi? Bo'pti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling. Kim bolam? Yaxshi keling. Yaxshimisiz? Charchabaysizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Men o'g'lingiz o'qituvchisi bo'laman. O'g'lingizdan shikoyat qilib keldim. O'g'lingiz maktabda hammani so'kyapti. Sinfdoshlari bormi, o'qituvchilar bormi, katta bormi, kichkina bormi? Og'zidan bodi kirib, shodi chiqyapti. Buni tarbiyasi bilan yaxshilab shug'ullanmasanglar bo'lmaydi. O'g'lim, voy, hecham so'kinishni qayerdan o'rganib qoldi ekan-a? O'g'lim qayerdan bo'shni boshlab kelding? Voy, qarang-a, uyimizda hech kim so'kinmaydi. Bunaqa yomon so'zlar umuman ishlatilmaydi uyimizga. Voy, qayerdan o'rganib qolding? Dadasi? Kim ekan? O'g'limizning ustozlari. Nima? Qarang, o'g'limizdan shikoyat qilib kelibdilar. Nima shikoyat qiladi? O'g'limiz sinfdoshlarini, tengdoshlarini, hattoki ustozlarni ham so'kib gapirarmish. O'shanga shikoyat qilib kelibdilar. Men senga nima dedim shu paytgacha? Nima dedim? Sen onangni Buni meni o'zimga o'xshamadi. Tog'alarga tortdi buni. Senikiga o'xshadi. Endi tushundingmi? Anvarjon, mana. Anvarjon olib kelgan. Hey, jim o'tir. Qo'yib yubor sochini. Tortma. Jim o'tiringlar, hozir kiraman. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Anvarjon oyisi bo'laman. O'g'limni olib kelgan. O'g'lingizni sal tarbiyalamasangiz bo'lmaydi. O'g'lingiz qizlarni beldan chimchilab baliqcham deydimi? Yana yor o'yinlarini qilib qizlarni erga berib yuboradimi? Qizga yana sevgi maktub yozibdi. Va yanachi bolalarni garang qo'y deb chaqiryapti. Yo'q, qayerdan o'rganyapti?
Qarang, hammasiga shu televizor sababchida. Bugundan boshlab umuman televizor ko'rish yo'q. 6dan keyin televizorlarni o'chirib qo'yaman. Bo'ldi. Bugun dadasiga aytaman. Dadasini o'zi shug'ullanadi. Voy, uzr-a. Iya, Dadasi? sen ham keldingmi? Yo'q. Men ham kelib olib ketgan. Meni baliqcham, meni baliqcham. Qani qo'chqorchani chiqdi. Ey, o'sha qo'chqorchangiz bilasizmi nima qilganini? Nima qilibdi? Siz boravering, yonimga garam qo'yga o'xshab turmasdan. Nima darrov garam qo'yga o'xshataverasiz. Meni baliqcham. Bugun qo'chqorchamizni onangnikiga jo'natib ikkalamiz bir yor o'ynaymiz, ha? Mashinada bo'lamiz. Nima qilishga ham hayronman. Nima qilishingizni aytaymi? Menimcha shu televizoringizni tuzatishingiz kerak. Asalim shakarim qing'irdi shu gaplaring yelkamga yugdur jona zaharli zabonda so'zlaganda ko'ra boshginamni urib yora. Ana, bo'ldimi? Shartni shunaqa baland qo'yish, butun mahallani tinchini buzyapsiz. Bo'ldimi? O'y, shoshma, meni eshit. Men seni yaxshi ko'raman. Menga turmushga chiqasanmi? Nima? Mamamnaqa otasini puliga ishonib yuradigan, o'zini fikri yo'q, o'zini aqli yo'q, otasini puliga yashaydigan bolaga hech qachon turmushga chiqmayman. Hey, jon demaysanmi? Hamma narsang muhayyo bo'lsa, mana ko'rasan. Baribir meniki bo'lasan. Bu deyman Xoliqboy, xotinlarimiz soni oshib ketdi-yu. Yana uylanishni ixtiyor etibsiz-da. Afandim, bu keliningiz haligi Xodipiyon bor-u, shu kishining qizlari Dubayga ketgan edi. Xodipiyon oy borib omon keldi deb duo qilgan ekan. Bu kishim oy borib qo'llarida omonchasi bilan qaytib turdilar. Shunga Xodipiyon ranjib qizlarini uylariga qo'ymagan ekan. Ko'cha-kuyda sarson bo'lmasin, savob bo'lar deb o'zimga nikohga olishga ixtiyor etdim, afandim. Barakalla. Boyni gapini ikki qilib bo'lavermi? Mayli. Bu afandim, bu nikoh o'qish xizmatingiz nechta pul bo'lar? Xoliqboy, o'zingiz ham bilib berursiz. Endi bir aniqroq bir narxni aytsangiz, shunga qarab berurdik, afandim. Ha, shundaymi? Ha, endi kelinimizni chiroyini qanchaga baholagan bo'lsangiz, shuncha bera qoling. Xoliqboy, kelinimizni bahosi bundan ham ortiq bo'lsa-chi, kam baholab qo'ymadingizmi? Ruxsat bersangiz, kelinimiz orazlarini menga ham bir ko'rsatsalar, balki yana qo'shib berarsiz. Mayli. Bu ko'zlarini qiri bilan bir qiyo boqsangiz mayli. Qo'lingizni bering Xoliqboy. Hop. Mana sizga 5 tanga qaytim. Bolt aka. Odilboy uka, yaxshimisan? Yaxshi. Sog'lig'ing yaxshimi? Rahmat. Ha, bu kayfiyating yo'q, tinchlikmi? Menga qara. Hamma biladi sen shu Murtoz domlaning qizini yaxshi ko'rishingni. Nima deyapti o'zi? Tegmayman deyapti. Lekin qayerga ham borardi? Majburlab bo'lsa ham olaman. Ya. Aslo bu fikringdan qaytgan. Hozir majburlab uylanib bo'lmaydi. Ota-onasi majburlab ham bera olmaydi senga uni. Nima qilish kerak bo'lmasa? Qizni ko'nglini topish kerak. Ko'nglini top. Rozi rizochilik bilan turmush qurish kerak. O eski zamonlarda edi u boylar xohlagan ishini qilardi. Hozir ko'nglini top turmush qurish kerak. Tushunding? Menga qarang, menga aql o'rgatishga keldingizmi?
Yo, aytmoqchi, esimdan chiqib ketdi. O'tib ketayotgandim. Bir 3-4ta bola qo'lida mix bilan bitta qora mashinani bunday chizyapti. Shu mashina saniki emasmi? Maniki. Qara. Rostdanmi? Ha. Shiftni bolasi ko'rinmay qoldi. Har kuni tirillatib tinchimizni buzardi. Ko'rinmasin, ye. Aman shu bola ko'rinmagandan keyin televizorda bir normalni ko'radigan qoldi, Ixtiyor aka. Men qara. Shu o'g'ling shuni men tinchitib beraman deb ketuvdi. Narsani boshlagan bo'lmasin. Xabar olmaysanmi? To'g'ri aytyapsiz, Ixtiyor aka. Men bir olimdan xabar olib kelayin, ha? Ha, da. Hozir men bir xabar olib keldim. Bor. Ha? Chaqirmodim. Nimaga kelding? Men ham kelmoqchi emas edim. Bu tarillataringni bir so'ray deb keldim. Bizni mahallaga borib mashinasi bilan tarillab yoqdan yoqqa o'tayotardi. Bu 3 kun 4 kundan beri ko'rinmay qoldi, tinchlikmi? O'g'limmi? Ha. Ana, hovlining etagida kichkina uchasa kirib olib tirillatib o'tiribdi. Yaqinda qutulasizlar, chet elga ketaman deyapti. O'sha yerda ham o'qib, ham ishlab kelarmish. Bu yerda otasini erka toyi deb hech kim nazarga ilmayotganmish. Endi Olimtoy yoshlarni o'zi biladi. Mayli, borib o'qib kelsin. Yerda qariganda senga suyanch bo'ladi, tirgak bo'ladi. Qachongacha sen topganingni yeb yotadi u. Otani qadriga yetadi. Musofir o'qisin yoshlar. Musofirchilikni ham ko'rsin. Mana bizni Boltoy ham chetga borib o'qib ishlab keldi. Qayerda o'qidi? G'ijdonda organizatsiyachilikka o'qib keldi. Hozir hamma narsani yemayapti. Bo'pti. Omad, o'tayinlar biz tomonga. Mayli. Ey xotin. Namuncha termilding shu oynaga? Yarim soatda men shu oynadan ko'zingni uzmaysan. Ovqat tayyorlamaysanmi? Dadasi qanaqa ovqat? Bugun qanaqa kunligini bilasizmi? Qanaqa kun? Bugun to'yimizga 10 yil bo'lgan kun. 10 yil? Bugun chislo nechi? 17. Ha, 10 yil bo'libdi. Unda xotinjon bir durustroq ovqat qilsangiz, bir nishonlarmidik, ha? Uyda o'tiramiz deysizmi? Yaxshisi, undan ko'ra meni qimmatroq joyga olib boring. Nima? Qimmatroq joyga? Bo'pti, yur, men seni eng qimmat joyga olib boraman hozir. Voy rostdanmi? Hozir kiyib oling. Ana keldi xotinjon. Tushunmadim. Zapravkaga nimaga keldik? Hozir eng qimmat joy shu zapravka. Benzin necha pulligini bilasanmi? Yo'q. Assalomu alaykum Tesham aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Rahmat. O'ziga Ko'rinmaysan? yuribmiz. Bugun qaynotamni tug'ilgan kuni ekan. Shunga keldik. Yuringlar. Biz ham aytgan kiramiz. Bor bilasizlar. Xo'p. Mayli, kiravering. Bu yigit tanimadim, odobli, axloqli, tarbiyali yigit ekan, ha? Ixtiyor amak tanimadingizmi? Yo'q-da. Bu o'sha tarillatar. Olim shefti o'g'li-ku. Ya? Ancha bosilib qolibdi, qarang. Bu yigit bu yerda nima qilib yuribdi? O'sha tarillatib yurgan paytida shu Murtoz Malin qizida ko'ngli bor edi. Bu 5 yil oldin chetga ketdi, chet davlatga. Ham o'qib, ham ishlab ancha pul topib keldi. O'zimizda bir katta korxona ochdi bu. Hozir yaxshi. Mana endi Murtoz qizini bergan, shu kuyov bo'lgan Murtoz Malimga. Shuning uchun aytar ekanda, musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmas emish deb. Bu yigitni bosilib qolishiga bizda haligi dori ham sababchi-da. Ko'plar meni yaxshi taniydi. Men siz bilgan o'sha Teshaman. Ikki gapning biriga oshna.
xondayin kulgu qo'shaman. Ergashib men dadamga doim kuldirishga beraman ko'mak. Hech ajratib bo'lmas bizlarni. Dadam tuvak, men